Dushmaningizdan qutulishni xohlaysizmi? Dushmaningiz o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, nima yomonlik qilayotganini esidan chiqarib qo'yishini xohlaysizmi? Sizni oilangizni buzaman degan insonlarni sizni oilangizdan uzoq bo'lishini xohlaysizmi? Bismillah deb tahoratli holatda qo'lingizga bir tasbih olasiz. 7 kun davomida shu surani o'qiysiz. 100 marotabadan o'qiysiz. 7 kun takrorlaysiz. Ertalab, kechqurun u sizga qolgan narsa. Inshaalloh Alloh izni ila sizga kim nima yomonlik qilayotgan bo'lsa, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi u yomon insonlar. Mana videolarimni ko'rayotganingizda ikkita qo'lingiz bilan telefoningizni shunday qilsangiz, TikTokda men qo'yayotgan duolarni bemalol yon yozuvlarsiz, tegidagi reklamalarsiz ko'rishingiz mumkin. Bu faqat Instagram, TikTokda ishlaydi. YouTube kanalimda bunday qilsangiz bo'lmaydi, bo'lmayapti deb yozmang.